Bugungi Qurbon hayit bayramini Shahrisabzda bir o'zim kutib olishga qaror qildim. Hayit namozini Shahrisabrzdagi katta masjidda o'qidik. Odamni ko'pligidan salgina yo'lda irkilishga majbur bo'ldik, lekin amallab yo'lga chiqib oldik. Namozdan keyin bir zavtrak qiladigan yer qidirdik, lekin tovushimiz sal qiyin bo'ldi. Ko'z tiymasin, yo'lda odam ko'p, hamma yoqda odam, probka, lekin hamma yoq yo'q. Jo'ram milliy taomlarga kirib dedi. Azon bilan milliy taomlar ishlasa o'yin agar. To'g'risini aytganda, hayit bayramini tangi dim boshqacha barakali bo'ladi. Yurib Shahrisabzda eng mashhur kafelardan biri Versal kafega kirishga qaror qildik. Jo'ram tinimsiz telefonda menga yo'l ko'rsatib boradi. Men esa o'zimni video olishdan boshqa ishim yo'q. Versal kafesi o'zini skromliligi va neobычныйлigi bilan boshqa kafelardan ajralib turadi. Kafening ichine kirsangiz turli-tuman pishiriqlar va shirinliklar to'lib yotibdi. Neobычный va chiroyli dekoratsiya sizlarga boshqacha emotsiya beradi va appetitni ochadi. Va shunday chiroyli manzarada o'tirib, o'quvchimning ovozli xabarini ochib o'qidim. Salom ustoz, ishlarimiz qalay? Hayit bayramlar bilan sizni yaxshi ko'raman. To'g'risini aytsam, men ham o'quvchimni yaxshi ko'raman. Yosh bola bo'lishini qaramay, menga mehridan bo'lakcha. Bugun ham hayit, ham juma bo'lganligi sababli abitda juma namozini ham kelib o'qib ketdi. Abitdan keyin esa to'liq yotib, dam olib, bugun bayram etamiz. Kenglar Shahrisabzga.